Assalomu alaykum. Darsimizga xush kelibsiz. Python'ni life hacklaridan biri yana pasportni generate qilish qanchalik osonligini ko'rib chiqamiz. Buning uchun biz Python fayl yaratib olamiz. Main py kerak bo'ladigan metodimiz import random lower deb o'zgaruvchi ochamiz. Uni ichiga bizga kerak bo'ladigan o'zgaruvchini qiymatini olamiz. Ya'ni xohlagan bir lower case'dagi so'zlarni kiritib, har birini ikkitali string ichida yozamiz. E'tibor beringlar. Bittalikda emas, ikkitalikda. Upper. Xuddi shu metodni qaytaramiz yana. Teskarisiga qaytaramiz. String ichida yozinglar, e'tibor beringlar. Bittali string bo'lmasin, mana bunaqa, chunki keyinchalik xatolik olib kelishi mumkin. O'shaning uchun ikkitali string qilamiz. Lower case yozildi, endi upper case. Hop, upper case da yozamiz. Har bir so'zimizni qaytadan katta harfga o'girib chiqamiz. Hop, upper case ham tayyor. Endi raqamlar. Number degan o'zgaruvchining ichida, ya'ni string ichida 0 5 6 8 9. Hop, endi simvollar. Symbol. Bizda mana bunaqa simvol bor. Hop, mana bunaqa jingalak qauslar bor. Reshotka, qaus simvollarimiz bor, nuqta virgul, virgulni o'zi, pastga chiziq, yonokiga chiziq degan simvollarimiz bor. Hozircha yetadi. Xo'p, endi al hammasi deymiz. Lower qo'shamiz, upper qo'shamiz, number qo'shamiz, symbol. Xo'p, endi qo'shib chiqdik. Endi biza so'zni uzunligini aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Bunga length deb nomlaymiz-da o'zgaruvchini, ya'ni uzunlik maksimal 9. O'zi aslida parollar 8 ta simvoldan iborat bo'lsa yaxshi bo'ladi. Biz 9 ta qo'yamiz. Yaxshiroq, yana ham yaxshiroq bo'lish uchun. Xo'p. Password degan o'zgaruvchi, unda ichida string ichida join qilamiz. Joinga tepadagi random o'zgaruvchimizni berib, random o'zgaruvchining ichidagi argument chaqiramiz. Uni argumentiga o'zimizdagi al hamda length uzunlikka beramiz. Xo'p, endi print password deymiz. Yana ham aniqroq ko'rishlik maqsadida mana bunga string ochamiz-da, string ichiga yozamiz. The password you generated is deb nomlaymiz-da. Bizning pasportimizni beramiz. Pasport o'zgaruvchi. Endi kodimizni ishlatib ko'ramiz. Tadam, kodimiz ishladi. Ya'ni the password you generated is t kichkina b chiziqcha a5 simvol. Xo'p, yana boshqatdan ishlatamiz. Terminalni ochib olamiz, kattaroq qilib mana. Ko'rib turganingizdek, birinchi ishlatganimda buni berdi, ikkinchi ishlatganimda buni berdi. Yana ishlatib ko'ramiz. Yana o'zgardi kodimiz. Yana ishlatib ko'ramiz. Yana o'zgardi kod. Tabriklayman. Python'ni pasportni generate qilish bo'yicha kichkina bir life hackini ko'rdinglar. Shu orqali parol yaratsa ham bo'ladi, shu orqali parolni buzsa ham bo'ladi. Python biz bilan bo'ling.